Siz boy bo'lgansiz. Sizda hamma narsa bo'lgan. Shu uchun shunaqa gapirasiz deydigan insonlarga mana shu meni uyim bu. Mana shu hojatxona bo'lgan, mana bu yer hammom bo'lgan, mana bu yer ko'chadagi eshik bo'lgan. Ko'chadan qatnaylik. Ko'chadan qatnaganman hammom tualetga. Ya'ni hojatxonaga. Hojatxona umuman ko'rsatmoqchi emasman, mana hammom mana shunaqa bo'lgan. Patologlar mana shunaqa bo'lgan. Mana shu uyda bir bo'lak qolgan o'zi mana shu yerda men oilam bilan yashaganman. Mana bu kravatlarda yotib turganmiz. Men 7-8 klassda ulg'ayganman уже. O'zimga savol berardim. Bu uyga qanday qilib men kelin ketiraman? Men oilaning eng katta farzandiman, menda mas'uliyat bor derdim. Lekin o'sha vaqtda men Rossiya borishni o'ylamaganman. Men 7-8 klassda borib, hammonlik qilib, ya'ni shakarlarni tushirib, puliga krossovka yoki kiyim olmasdim, telefon olmasdim. Men ingliz tilini o'rganish uchun pul to'lab, kartonlarning ustida o'tirib, yotib, ingliz tilini o'rganganman. Shu uy ko'chadagi eng pasti bo'lsa ham men o'zimni pastga urmasdim. Menga yo'l bo'lsin, unaqa narsalarga demasdim. Men faqat aytirdim, men milliarder bo'laman. Qayerda tug'ilganim meni qo'limda emas, lekin qanday yashash meni qo'limda desdim hamma vaqt. Alhamdulillah hozir ko'rayotgan hayot, mana bu mashinalar, BMW, boshqa uylarim, bular shularning orqasidan kelgan, mana shu uyning orqasidan kelgan. Bu tushuninglar, men yoshligimdan ikkitasiga ishonganman. Oynaga qaraganimda ko'rganimga ishonganman, osmonga qaraganimda ko'rmaganimga ishonganman. Tamom. Men hech kimni o'zimga rahmimni keltirishni xohlamaganman. O'sha uchun hech qachon hech kimga nolimaganman. Mana shu uyni hozir quryapman, shu birinchi marta kelyapman, ko'rmaganman, prosta pulni berganman. Bitta narsa, men qayerdan kelganimni yaxshi bilaman. O'sha uchun men qaysi yo'lga tushsam, men qo'rqmayman hech narsadan. O'sha uchun meni agressiyam bilan, o'sha uchun men dodlab gapiraman. Chunki men bilaman, men erkak shunaqa bo'lish kerak. Qo'rqmaslik kerak bo'lsa, aytdim-ku, faqat o'zlaringizga va Allohga ishoning. Shundan keyin ham negativ yozsangiz, yozavering. Chunki negativ sizning hayotingizni yaxshilab, meniki yomonlab qo'ymaydi.